Qozoqboy Yo'ldoshev, adabiyotshunos va metodist olim, pedagogika fanlari doktori, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Toshkent Amaliy fanlar universiteti professori. Endi odatda biz ziyoli deganda formal nuqtai nazaridan qandaydir bir oliy maktabni bitirgan, diplomga ega, fikrlaydigan odamni ziyoli deb qabul qilishga odatlanganmiz, lekin o'zi aslida oydin degani fikri oydin. Fikri o'zining mantiqiy asosiga, har qanday fikri o'zining mantiqiy asosiga ega bo'lgan. Uning diplomi bormi, yo'qmi, oliy maktabni bitirganmi, bitirmaganmi, undan qat'iy nazar o'zicha fikrlaydigan, o'zligi mavjud bo'lgan fikr kishisini, o'y kishisini oydin deb qaragan bo'lardim men. Bekorga oydin demaydi bizning turkiy dunyo. Chunki uning fikri oydin, o'zicha fikrlaydigan va har bitta fikrining mantiqiy asosi bo'lgan qarashga ega odamni tushunaman. Xo'p, bugun o'zbek oydini kim? Hali tiniqib bo'lmagan, o'zgarishlarning komida bo'lgan, ijtimoiy hodisaga ta'rif berishdan qiyin narsa, shartli narsa yo'q o'zi aslida. Hay, o'zbek oydini kim? Kim biladi, ehtimol men o'zimni oydin sanarman yoki men o'zim yaxshi biladigan shoir, yozuvchi, olim do'stlarimni oydin sanarman. Va ayni vaqtda hech qanday bir oliy maktabni bitirmagan, hech kimni o'zini orqasidan ergashtirishni xayoliga keltirmaydigan, lekin fikri sog'lom, har bitta hayot hodisasiga o'zining ko'zi bilan qarash qo'lidan keladigan odamlarni ham oydin deyman. Bu bir tarkibli hodisa emas. O'zbek oydini kim deb aytish oson-u, lekin unga ta'rif berish qiyin, chunki o'zbek oydini har xil. Har bittasi bor, nihoyatda uzoqni ko'ra oladi va fikrini shartta o'ylaganini ayta oladi. Bittasi bor, juda mulohazali, juda ko'p narsadan xabardor, lekin o'zining qarashini duch kelgan joyda, duch kelgan holatda aytaverishni istamas. Bittasi o'zining hatto oydinligini ham o'ylamas, lekin u o'ylamagani holda oydin, chunki u dunyo hodisalariga o'zining ko'zi bilan qaraydi. Kimlarni aytgani uchun yoki buyurilgani yoki ruxsat tekkani uchun emas, balki o'zining nuqtai nazari bo'lganligi uchun o'zi hodisalarga ana shunday ko'z bilan qaraganligi uchun, shunday fikrlaydi. Shuning uchun savolingizga men juda qoyilmaqom qilib javob beraman deb da'vo qila olmayman. Bu juda ko'p tarkibli hodisa. Bugungi o'zbek ziyolisi bugungi holatdan qoniqmagan odamlar ham o'zbek oydini. Chunki oydin deyarli hech qachon o'zi yashayotgan vaziyatdan qoniqmagan bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki u ideal uchun yashashi kerak. U hamisha mavjud holatdan yaxshiroq holatni, shu odamlar orzu qiladigan va yetishish qiyin bo'lgan holatni orzulashga mahkum bo'lgan shaxsiyatdir. Shuning uchun ham o'zbek oydini qaysi biridir shunday sifatlarga ega, qaysi biridir men hozir sanagan sifatlarning qanchadir qismiga ega, qaysi biridir esa bulardan bir necha barobar balanddirki, biz uni payqamasmiz, chunki u jar solg'uvchi emas. Turk yozuvchisi Sayfiddin Umarning gapi bor. Fazilatlarni senga Xudo beradi. Nomusni esa sen tarbiyang orqali topasan. Ya'ni odam uyaltirmaydigan, nomus qilishga sabab bo'lmaydigan ishlar qilmoqqa o'zida kuch topish kerak. O'zida shunga iroda topish kerakki, shunda uni nomusli odam, shunda uni yaxshi oydin deyish mumkin bo'ladi. Keyin endi bitta gap bor, ehtimol sizni ham tilingizda uchida turgandir. Shu bugungi o'zbek oydini orqasidan jamiyatni ergashtira oladimi deb. Bu juda shubhali gap. Umuman keyin bu
bunday qarash odatda Sovetdan qolgan qarash bo'ladi. Chunki Sovet oddiy odamga, jamiyat a'zolariga go'yo serkaga ergashadigan poda tarzida qarashga o'rgangan edi. Shuning uchun u yozuvchilardan aynan sotsialistik realizmda ijod qilishni talab qilardi, chunki Sovetni qanchalar yaxshiligini, o'tmishning qanchalar yomonligini aytishi kerak edi u adabiyotida. Men o'ylaymanki, bugungi bizning jamiyat a'zolari juda ham katta mutafakkir bo'lsa ham, qanchalar bilimdon, qanchalar oydin, qanchalar halol, vijdonli bo'lishidan qat'iy nazar kimningdir orqasidan ergashib ketguvchilar emas. Hozir jamiyat shaxslashib boryapti. Hozir jamiyat har qanday vaziyatga nima uchun degan savol qo'yadigan, agar mana bu tomonga yurish kerak desa nima uchunligini bilgisi keladigan shaxsiyatlardan iborat. Jamiyat shaxslashganda ommalik, podalik xususiyatidan uzoqlashadi va har bitta odam o'zicha o'ylay boshlaydi. Biz bugun hatto Abdulla Oripov orqasidan odamlar ergashadi deb aytolmaymiz. Va Abdulla Oripovning kitoblarini ham deylik, avvalgi 60-chi, 70-chi, 80-chi yillardagida 100 minglab nusxada bugun chiqmayotganligi ana shunday odamlardagi o'ziga xoslik. Ya'ni men ham o'zimcha bir shaxsiyatman, men ham bu dunyoga, dunyo hodisalariga qarab o'zimning o'ylar o'yim, aytar so'zim, tutar tutumim bor deydigan odamlar ko'payib boryapti. Bizga endi hozir uncha yoqimsiz ko'rinadi. Biz odamlardan norozi bo'lamiz, odamlar bizni tushunmayapti, u bu deb, lekin buning tagida bitta yaxshi hodisa, holat borliginiki, ya'ni odamlar o'zlaricha o'ylay boshladi. Mayli u o'ylar hamisha ham to'g'ri emasdir. Mayli o'ylar hamisha ham biz o'ylagan uzoq istiqboldagi go'zal kunlarga eltadigan emasdir, lekin u o'ziniki. Va bugun o'ylay boshladi va bugun xato qildi, ertaga xato qilar, lekin o'ylay boshlagan odamda to'g'ri o'yni topish, to'g'ri qarorga kelish imkoniyati bo'ladi. Ana shu imkoniyatning paydo bo'layotgani hozir bizga unchalik ham yoqimli bo'lmagan holatning yaxshi kelajak sari sal o'ydim chuqur yo'ldan ketayotganligining belgisi deyish mumkin. Ziyoli jamiyatga nima uchun kerak? U yo'lni yoritmoq uchun kerak. Odamlardan anglab yetyaptimi shu millat oydin unga kerakligini, unga ehtiyoj sezyaptimi, uni fikriga, uni borligiga? Juda ham maksimalist qarashingizda jamiyat ehtimol hozir oydinning qarashlari bilan hisoblashayotgani yo'qdir. Ehtimol hatto hisoblashishi kerak ham emasdir. Chunki jamiyatning a'zosi ham o'zicha o'ylaydigan, o'zicha fikrlaydigan, o'zicha bir xulosaga keladigan shaxsiyatlardan iborat bo'lyapti. Lekin jamiyat oydinlarsiz, yo'lni yorituvchilarsiz, xuddi bir tunda yo'l chiroqlar yo'qligi kabi zulmatda qolgan bo'lar edi. Jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lmasin, uning baribir boshqalardan balandroq rivojlanadigan va faqat o'zining aqlini, kuchini, qudratini, o'zining huzur halovati, o'zining joni tinchligi uchun emas, balki boshqalar uchun ham qayg'urishga mahkum bo'lgan. Uni ehtimol olijanobligi uchun emas, balki uni tabiatan oydin bo'lib tug'ilgan odamlar o'zidan ko'ra o'zgalar uchun yashashga mahkum ular. Va men o'ylaymanki, bunday odamlarsiz, bunday shaxsiyatlarsiz jamiyat bo'lishi mumkin emas. Talantli olimlarimiz, juda katta akademiklarimiz, juda katta millatparvarlarimiz, yurtparvarlarimiz bor. Kecha kunduz yurtini, millatini o'ylaydiganlarimiz bordir.
Ha, odamlar uni hozir qadrlamayotgandir. Lekin fikr faqat qadrlanganligi uchun emas, fikr mavjud bo'lganligining o'zi bilan qadrlidir. Va shuning uchun bugun fikr bo'ldi, fikr ertaga so'zga aylanadi va o'zining vaqti kelib u harakat energiyasiga evriladi. Oydinsiz jamiyat chiroqsiz qorong'ida qolgan zulmatdir. Kechagina hovli supurib, paxta terib, dalaga go'ng chiqarib yurgan o'qituvchilar bugun ta'lim bilan bemalol shug'ullanayotgan bo'lsa, bu ham qaysidir oydinlarning jasorati tufayli bo'ldi. To'g'ri, oxirgi gapni hukumat aytadi, lekin hukumatning gapiga boyaga aytganimizdek, oldin fikr, keyin so'z va keyin amalga aylanadi. Va shuning uchun jamiyat quloq solayaptimi, solmayaptimi, nimaiki yaxshi narsa bo'layotgan bo'lsa, bilingki, bu oldin o'sha oydinlardan chiqqan bo'ladi. Mayli u amaldor oydindir, mayli u shunchaki bir обывательdir, mayli u juda ham yuksak darajada fikrlaydigan ma'rifatchidir. Lekin har holda eng ezgu narsalar avval fikrda paydo bo'ladi. Fikr esa oydinning vazifasi deymizmi? Zamonaviy o'zbek oydinining missiyasi, vazifasi nimadan iborat? Ham huquqiy, ham axloqiy, ham ma'naviy qoidalarga, ma'naviy talablarga javob berishi va boshqalarga ham ana shunday normalar asosida faoliyat yuritish, shunday normalar asosida ishlash, yashash mumkinligini tuydirish uning vazifasidir. Ya'ni odam bashariyat uchun, konkret bitta odam uchun ham qoqilmay, surinmay ketishi mumkin bo'lgan yo'lni ko'rsatib turish. Deylik, men o'qituvchiman. Men o'zimning talabalarga beradigan sabog'imni halol qilib bersam, ularga yetib boradigan qilib bersam. Deylik, men yozuvchiman. Men yozayotganda haqiqatni yozsam, odamlarning anglashlari mumkin bo'lgan darajada haqiqatlarni o'shanday tushunarli yo'sinda ifodalasam, demak men o'zimni ishimni qilayotgan, o'zimni vazifamni bajarayotgan bo'lsam kerakdir. Shuni qilishim kerak, shuni qilishga burchliman-u, lekin shuni qo'l uchida bajarayotgan bo'lsam, demak bugungi oydin o'zining missiyasini bajarmagan yoki ko'ngildagidek bajarmagan hisoblanadi deb o'ylayman. Yomonlik bilan yaxshilikni, halol bilan haromni farqlamaslik atay bu endi juda katta jinoyat desak ham bo'ladi. Lekin biz imkon qadar tozarishga, o'sha tongla mashqarga borganda qiynalib qolmaydigan, qizarib qolmaydigan holatga kelishga harakat qilishimiz kerak. Bunga bizni undovchi ma'naviy asoslar bor, hadislar bor, Qur'on bor. Sen yaxshi bo'lishing uchun mana bu ishlarni qilishing mumkin, mana bular mumkin emas degan. Shuning uchun odamzod hamisha intilib yashaydi, bilib bilishga urinib yashaydi. Va adabiyot ham shunga xizmat qiladi. Jurnalistika o'zining nuqtai nazaridan haq bo'lib ko'ringan. Mana siz jurnalistsiz, ko'p yillardan beri mana sizning juda haq gaplarni aytishga harakat qiladigan, o'zingizning haqiqatlaringizni singdirishga urinayotgan bir faoliyat odamisiz. Kim biladi, u sizning haqiqatlaringiz siz uchun qadrlidir. Lekin kimlar uchundir u shunchaki bir so'zlardir, shunchaki bir anidir. Shuning uchun lekin bu sizning bekorga ishlayotganingizni bildirmaydi, befoyda ekanligini bildirmaydi va bundan tiyilish kerakligini, buni bas qilish kerakligini anglatmaydi. Siz to'xtovsiz ravishda yangidan yangani o'zingiz bilgan haqiqatlarni, o'zingiz aytilishi kerak degan so'zlarni aytmoq uchun
intilaverasiz. Men ham xuddi shu siz singari o'zim mantiqqa to'g'ri keladi. O'zim insoniy holatlarni ifodalashga xizmat qiladi degan yo'sindagi harakatlarda davom qilaveraman qo'limdan kelguncha. Qozoqboy aka, hozir mana millat oydiniga ta'rif berdingiz. Qalbi uyg'oq, jamiyatda bo'layotgan voqealarga befarq bo'lmagan, ko'zi ochiq inson, to'g'rimi? Shunday inson sifatida mana siz adabiyotshunossiz, siz o'qituvchisiz. Bugungi kunda sizni tashvishga solayotgan masalalar, muammolar nima? Birinchi narsa millatimizning juda katta ko'pchiligida milliy tuyg'uning yo'qligi, milliy g'ururning yo'qligi, shaxsning sindirilganligi meni juda qattiq qayg'urtiradi, juda qattiq o'ylantiradi. Keragidan ortiq mehmon navozligimizdan xato ketgan. Mehmon navozlikni keragidan ortiq qilamiz. Bir zamon Ismoil Gasparali, bilmayman, 1908-yildamikan Turkistonga keladi, Buxorogacha boradida. Va aytadiki, men endi adashmasam, men bir 10 kunmi yurdim deydi, 10 kunda 6 tami, 7 tami qo'yning so'yilishiga sababchi bo'ldim, endi uning sharafiga. Va bu yerda mehmondorchilik shu mehmonni u endi u bechora ma'rifat tarqatish uchun, jadidlik g'oyalarini yoyish uchun, yangi maktablar ochish, shu bilan boylar bilan gaplashish uchun kelgan. Boylar esa uni shunday kutib olganki, bu yerda deydi mehmondorchilik qorin to'yg'izish bilan belgilanadi shekilli. Men shuncha molning uvoliga qoldim deb ketadi-da. Buni qanday yeyish mumkin edi deb. Shunga o'xshash. Lekin birinchi navbatda buning sababi nima? Biz o'zimizni hurmat qilmaymiz. O'zimiz deganimiz bir-birimizni emas, avvalo o'zimizni hurmat qilishimiz. Men degan shaxsiyat, o'zining shaxsligi bor odam boshqaning shaxsligini hurmat qiladi. Ana u xushomatning orqasidan, yugurdaklikning, yaloqlikning orqasidan kun ko'rishga odatlangan odam sariqroq rangdagi odamni ko'rsa chopqillab, o'zi qatori odamni ko'rsa parvo qilmay qo'yadi, chunki u o'zini hurmat qilmaydi. Sizning siymongizda, mening siymomda o'zini ko'rmaydi u. U faqat boyagiday boshqaning, xo'jayinning qiyofasini ko'rganlarga, qiyofasini beradiganlargagina qulluq qilishga, yugurdaklikka, laychalikka o'rgatilgan bo'ladi. Bu tarbiyaning mahsulidir. Biz bolalarimizni, mana endi bilmayman sizning bolalaringiz qanday. Biz bolalarimizni hozir Toshkentda direktorlar kurashyaptiki, o'rus maktabi o'zbek maktabidan ko'payib ketmasin, o'rus maktabida o'qiydigan o'quvchilar. Direktorlar o'rus maktabiga olishga qarshi harakat qilyapti. Bizning olijanob xalqimiz esa bolalarini o'rus yo'q, o'rusning hukmi yo'q, davlatning qog'ozlari o'zbek tilida, siyosat o'zbekcha, harbiy o'zbekcha, texnika o'zbekcha, ilm o'zbekcha, lekin tuyg'u o'ruscha hamon. Odamlar o'lib tirilib bolasini o'rus maktabiga tiqayapti. Va bechora direktorlar imtihon qilamiz deydi. Oy Xudoyo xayringni bergir, bolang o'qiy olmaydi o'rus maktabida, qiynaladi deymiz. Lekin deydi biznikilar urib, pora taklif qilib bolasini o'rus maktabiga bergisi keladi deydi. O'zining tilidagi bolasini o'qitishni istamagan millatdan g'ururni kutib bo'lmaydi-da. O'sha demak, qaysidir bir qism g'ururini o'zida saqlab qolgan, lekin katta bir qism hali hamon o'sha yugurdaklik
martabasini juda ulug' martaba deb hisoblaydigan darajada. Shuning uchun biz butun adabiyotimiz bilan, butun jurnalistikamiz bilan, butun radio, televideniyadagi chiqishlarimiz, ko'rsatuvlarimiz bilan o'zbekning o'zbekligini, turkning turkligini, g'ururimizni, o'zimizga bo'lgan hurmatni uyg'otishga bag'ishlashimiz kerak. Shundagina, buni ham maqtanchoqlik bilan emas, faqat tarixni maqtash bilan emas, balki bir-birimizga bo'lgan munosabat bilan, bir-birimizni ayash bilan, bir-birimizni sevish bilan ko'rsatishimiz kerak. Hozir masalan shu sizni fikrlaringizni eshitgan odamda bitta e'tiroz paydo bo'lishi aniq. Ta'lim tizimi bilan epaqaga keltirib qo'yilib, o'zbek maktablarida ham o'sha bilim berish yuqori darajada bo'lsa, hamma o'zbek maktabga yopirilib boramiz deyshadi. O'ris tilidagi ta'lim, o'zbek tilidagi ta'limdan maktablarda avlo deb qarash faqat ta'limdan bexabar odamlarning qarashi. Chunki bugun o'ris maktablarida ishlaydigan o'qituvchilarning 90% o'zbek o'qituvchilari. O'zbek o'qituvchilari shu bizning o'zbek oliy maktablarida yetishgan. Ular hech bizning deylik o'zbek o'qituvchilaridan ortiq joyi yo'q. Ularning imkoniyat darajasi ham o'sha ahvol. Faqat o'sha inersiya, qullik inersiyasi. Men doim chiqqanda aytamanki, ana o chiqishlarimda bolalaringni gastarbayterlikka tayyorlayapsizlar, mardikorlikka tayyorlayapsizlar. Bolalaringni buyuk kelajakka emas, mardikorlikka, ya'ni Moskvaga borib qolsa, rus tili kerak bo'ladi. Bormay qolsa-chi? Nima qiladi Moskvaga borib? Rossiyaga borib qolsa yoki Qozog'istonga borsa, rus tili kerak bo'ladi. Ana shugina o'y uchun qilinyapti. Hech u yerda bir o'ris maktablarini, bir zamonlar ehtimol o'ris maktablari Sovetning vaqtida sal tuzukroq bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki ular Moskvaning e'tiborida edi. O'ris maktabi Toshkentda bor yo'g'i 20% ga ham yetmas edi. Sovetning vaqtida o'zbeklarda g'urur bor edi va qozoqlar, qirg'izlar havas bilan bizga qarar edi. Chunki Bishkekda bir dona qirg'iz maktabi, Olmaotada bir dona qozoq maktabi bor edi. Bizda esa xudoga shukr 80% ortiqrog'i o'zbek maktabi edi. Mana shu bugungi intellektning eng zo'r intellektual kuchlar o'sha o'zbek maktablaridan chiqqan odamlar edi. Mana shu bugun yurtni so'rayotganlar, yurtning ilmini, yurtning adabiyotini rivojlantirayotganlar o'ris maktabini bitirganlar emas, balki aynan o'zimizga o'xshagan odamlar edi. Boyagi gap, inersiya shundan iboratki, shu o'ris tilini bilsa, bir joyga borsa qiynalmaydi degan. Xuddi haliyam biz Sovetning qaramog'ida yashayotganday psixologiyaning qoloqligi. Nimagadir qayoqqadir borsa, sen borsa emas, sen bolangni shunday tarbiyalaganki, bu yerga keladigan qilsin. Hali xudo xolasa keladigan bo'ladi ham shunday. Biz juda ham qattiq umidsizlikka tushmasligimiz kerak. Mana agar o'sha va'da qilingan prezidentimiz qayta-qayta va'da qilyapti, $1000 ga yetkazaman o'qituvchilarning oyligini deb. O'sha va'da qilingan oylikka erishilsa, hozir o'qituvchilikka eng iqtidorsiz odamlar borayotir. Chunki iqtidorli odam hammasi o'zini yurfakkami, bojxonagami, melisagami, qayerga nufuzli, yog'li joylarga o'zini urgan. Chunki iqtidor shunga arziydi-da. Bir zamon mana men maktabni bitirganda aytishgan, yurfakka topshirmaysanmi deb. Men aytganman. Shu melisa bo'lish uchun 5 yil o'qishim shart emas. Men o'qituvchi bo'laman. Chunki u zamonda mening nazarimda o'qituvchilik juda baland kasb edi. Va ana shu darajaga kelish kerak. Chunki o'qituvchidan balandroq martabali kasb bo'lmasligi kerak o'zi aslida. Chunki u millatni tug'adi u. U o'qituvchi qanday bo'lsa, millat shunday bo'ladi. U deylik yurist qanday bo'lsa, siyosatchi qanday bo'lsa, iqtisodchi qanday bo'lsa, millat shunday bo'lmaydi. Balki
chunki ular yoppa odam tayyorlay olmaydi. Faqat o'qituvchigina yoppa millatni tayyorlay oladigan qudrat egasi. Og'och o'zi meva berishga yaramaydigan bo'lsa, demak undan chiqqan meva ham o'shanga yarasha puchak bo'ladi. Og'och qudratli bo'lsa, iste'dodli odamlar kelsa, maktab bir pasda o'zgaradi. To'g'ri, endi u bir kunda o'zgarmaydi. Endi bu ta'lim bo'yicha-ku gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Va lekin boyagidek qarash, ana rus maktablarida yaxshi ta'lim beradi deb yo'q. Men ichim achiydi. Alisher Qodirov juda bir vaqtda zo'r gap gapirgan edi. Shu e'tiborsiz qolib ketib. Sizning bolangiz dedi, 11 yil rus tilini o'rganishga umrini sarflaydi. Fanni emas, fizikani emas, adabiyotni emas, matematikani emas, balki uraniyya nima ekanini avval o'shani tushunib olishga harakat qilishadi. O'sha bilan nahotki bitta tilni o'rganish uchun bolangizning 11 yil umrini sarflasangiz, u bola tenglama degan so'zni shunday tushunadi, uchburchak degan so'zni shunday tushunadi, to'rtburchak degan so'z osongina o'zining gapirib yurgan gapi, o'zining ruhi va bola 11 yil til o'rganadi. Matematika bo'ladimi, biologiya bo'ladimi? Faqat til o'rgan nima deyapti, shuni tushunmoqchi bo'ladi degani. To'g'ri, endi ularda orasidan bir zo'r wunderkindlar, dahshatli bilimdonlar chiqib qolishi mumkin, lekin 90% shunchaki borib kelib o'ris maktabini bitiradi xolos. Shuning uchun boyagidek qarash to'g'ri emas. Endi juda katta fojia yana. Deylik, xususiy bog'cha nega o'zbekcha ta'lim? Endi xususiyda u. Xususiy degani men egasiman deydi. Egasi uni o'rischa ochdi. Nima deysan endi unga? Lekin berayotgan odam o'zbek bog'chasiga beraman desa, xususiysi ham jon deb o'zbekcha ochadi. Unga nima zarur? O'zbek tarbiyachilarini o'rischa gapirtirish. Nima kerak? Beruvchi yo'q. Mirzo Ulug'bek tumanida o'tgan yili men bir shug'ullanganimda aniqladikki, 99% bog'chalar o'ris, ingliz bog'chalari. Birgina foiz, bittagina joyida bor ekan o'zbek bog'chasi. Tasavvur qiling, nima degani gap bu endi. Va ana u talab va taklif degan gap bor-ku endi. Bizning xalqimiz o'sha o'zi bo'lmoqchi emas, birov bo'lmoqchi. Holbuki oydinlik o'zi bo'lgandan keyingina keladi. O'zi bo'la bilish kerak. Biz ana shunga intilishimiz kerak. Ikkinchidan, millatimizning yosh qatlami juda katta qismi vaqtni qadrlamaydi. Vaqtni o'zining umri xuddi bir 500 yil davom etadiganday va o'zini shundoq hayotning oqimiga tashlab qo'ygan va hayotni boshqarishga, hayotdan o'zining o'rnini topish uchun nimadir to'g'ri ishlar qilishga urinmaydigan qatlamlar borligi. Men endi talabalarga dars berganligim uchun judayam o'zi tanlagan kasbiga befarq odamlarni ko'rib qiynalaman. Yoshlarni ko'rib. Bu meni o'ylantiradi. Keyin saviyasizlik. Saviyasizlik bizning shu boyagi shaxsi sindirilganligi tufayli bo'lsa kerak deymiz. Chunki bizda odamning hurmati yo'q. Biz odamni hurmat qilishga o'rganishimiz kerak. U ham bir marta dunyoga keladigan, qanaqadir bir amaldorning, qanaqadir bitta funksionerning qosh-qovog'iga qarab yashaydigan emas, balki o'zining hayotini o'zi hal qiladigan va hurmatga loyiq bir mavjudotman deb, yaratiqman deb qaraydigan bir tuyg'u uyg'otishimiz kerak. Buning uchun eng yuqoridan boshlab eng bog'chagacha bo'lgan oraliqda odamga yaxshidir, yomondir, yoqadir, kimgadir yoqmasdir, lekin hurmat bilan qarashga, uning istaklarini to'g'ri noto'g'riligiga qarab inobatga olishga jamiyat a'zolarini o'rganishimiz kerak. O'rgatishimiz kerak deyin desam,
unday bizni haqqimiz yo'qdir, o'rganishimiz kerakdir har bittamiz. Bundan tashqari mana dunyoda bo'layotgan qarangki, oldin siyosat ancha pardali, mug'ombirlik bilan olib borilardi. Bugun siyosat zo'ravonlikka, qaroqchilikka aylandi deylik. Grenlandiya ko'ziga yaxshi ko'rinib qolsa, shu Grenlandiyani men o'zimga olishim kerak deb ayta oladigan. Venesuelani shtatning 51-shtat deb hisoblash qo'ldan keladigan. Kanadaga ham kelay seni 52-shtatga qo'shib ola qolay deydigan odamlarning qo'lida qolyapti. Endi demak shu darajada tafakkur, ya'ni qaroqchilik siyosati, qaroqchilik tafakkuri yondashuvi paydo bo'ldi. Endi haq emas, zo'r. Bir zaman Amir Temur kuch adolatda degan bo'lsa, endi adolat kuchda deb qaraydigan. Istadi Eronga hujum qildi, istadi to'xtatdi, istadi Venesuelaning boshlig'ini yo'qotib qo'ydi va endi bu narsalar juda bilmayman endi bu men endi siyosatda tushungich odam emasman, lekin har holda bir o'y odami sifatida shular ham bezovta qiladi-da. Jamiyat kimlarga qolayotir? Axir shularga qolayotgan odamlar orasida mening ohliqlarim ham ulg'ayayotir. Shular yashash kerak. Ertaga nima bo'ladi hayot? Bular qanday jamiyatda yashaydi? Ular qanday yashaydi va dunyoga qanday ko'z bilan qaraydi? Bu qarangki, ruhoniysini bu papa menga yoqmadi, bu biz o'ylagan papamiz ekan deb aytish qo'ldan keladigan odamlar go'yo dunyoni boshqarmoqchi bo'lsa va hech narsadan hech narsa yo'q, nimaga sen bizning tilimizni davlat tili qilmaysan deb ikkinchi bir mamlakatga bostirib kirish mumkin bo'lsa, shuni axloq deb hisoblash, shuni siyosatchi deb hisoblash mumkin bo'lgan davrda yashayapmiz. Juda hatto Amir Temur ham 28 ta davlatni bosib olgan bo'lsa, bironta davlatga shunchaki territoriyasini ko'paytirish uchun yoki sababsiz borgan emas. Hamisha o'sha yerga borishga bir ma'naviy sabab topgan. Qayerdadir islom siqilayotir, qayerdadir odamlarga nisbatan adolatsizlik qilinayotir, qayerdadir sunniy shiya munosabatlari uyg'unligi buzilayotir va hokazo. Bugun endi hech qanday sababning keragi bo'lmay qolayotir. Son-sanoqsiz odamlarni o'ldirish bilan shug'ullanadi, yon qo'shnilarini qirish bilan shug'ullanadi. Yana u bir ayoldan so'rayapti. Ayol onadir endi u. Ona. Isroillik ayol Yahudiydan so'rayapti. Eronga bo'lgan munosabatingiz qanaqa desa, yadro qurol bombasining kichikroqlari bo'ladi. Bittasini o'sha yerga tashlash kerak deydi. Ona. U yerda tirik odamlar, bolalar, chollar, ayollar o'ziga o'xshagan olimlar, yozuvchilar, insonlar. O'ziga o'xshagan insonlar. Demak, bu juda g'alati bir sharoitda yashayapmiz endi. Shu dunyo qayoqqa qarab ketyapti? Odamlarga nima bo'lyapti? Mana shu qarangki, ana shu opa yadro fizikasi bilan shug'ullanadigan opa ekan. Aynan atom bombasi tayyorlaydigan mutaxassis ekan. U demak, unday qaraganda juda bilimli odam, lekin u oydin emas. U yo'l ko'rsata olmaydi. U zulmatga bag'ishlayapti. U ana o'zining bir hovuch go'yo manfaati yo'lida faqat men baxtli bo'lsam bo'ldi deyapti. Holbuki odamzodga boshqacha talab qo'yilgan. O'zingga ravo ko'rilgan narsani boshqaga ham ravo ko'rishing kerak. O'zingga munosib ko'rmagan narsani boshqaga ham munosib ko'rmaslik kerak. U ana shu bashariy qoidani buzayotir. Demak, bu oydin emas. Odamda uning darajasi qandayligidan, u prezident bo'ladimi, u oddiy bir qorovul bo'ladimi? Axloqiy, ma'naviy bir qudrat bo'lmasa, shu kuchga va yovuzlikka suyansa, qismat faqat o'ziga emas, balki millionlab odamlarga, milliardlab odamlarga ham ta'sir qiladi. Hozir butun dunyo bezovta. Zamonaviy o'zbek adabiyoti
nimalar haqida gapiryapti, nimalar haqida gapirmayapti, undagi jarayonlar, uning kelajagini qanday ko'ryapsiz? Endi siz mendan toza bashoratchi yasamang, men uni bunday savollarga javob berishga qiynalaman. Lekin bitta gap, Behbudiy aytgan hali bundan 110 yil oldin, erk berilmas olinur deb. Bizga hech kim erkni bergan yo'q. O'sha 2004-yilda agar senzura bekor degan bo'lsa, senzura bekor, lekin bizning odamlarimizni ichidagi senzorlar davlatning senzurasidan ko'ra kuchliroq. Endi adabiyot masalasida, adabiyot endi katta iste'dodlarning maydoni va bugun bizning Xudoga shukrki, iste'dodlarimiz, bizning yozuvchilarimiz, bizning adabiyotimiz katta, judayam bir zaman Abdulla Qahhor orzu qilgan katta adabiyotimiz bor. Adabiyotimiz bugungi adabiyotdan bexabar, kitob o'qimaydigan odamlar, bugun endi katta yozuvchilar yo'q, katta asarlar yozilmayapti deganga o'xshash ko'chaning gaplarini gapirib yuribdi. Bugun dunyo adabiyot bilan bo'ylashadigan juda go'zal prozamiz ham, poeziyamiz ham, hatto dramaturgiyamiz ham hech biron joyda hijolat bo'lmaydigan saviyaga ega adabiyotimiz. Faqat bitta fojia bor. O'qirman yo'q. O'qilmagan joyda adabiyot bo'lmaydi. Mana Navoiy 20 ton turibdi. O'qimasang turaveradi u. O'qimagan odam uchun Navoiy yo'q. Bugun deylik, o'qimagan odam uchun Nazariy Eshonqul yo'q. O'qimagan odam uchun Luqmon Bo'rixon yo'q. O'qimagan odam uchun Abduqayim Yo'ldosh yo'q. O'qimagan odam uchun Zulfiya Qurolboy qizi yo'q. Farida Afroz yo'q. Usmon Azim yo'q. Shavkat Rahmon yo'q. Halima Xudoyberdiyeva yo'q. Yo'q. Adabiyot yo'q. Holbuki bizning bugungi adabiyotimiz kechagi adabiyotday oqni oq, qorani qora, yaxshini yaxshi ko'rish kerak, yomonni yomon ko'rish kerak deydigan emas, balki o'quvchini ijodkorning sherigiga aylantiradigan, o'qirmanni o'ylashga, o'zi xulosa chiqarishga undaydigan. Masalan, Faxriyorning she'riyati dunyo she'riyatining eng oldingi namunalari bilan bemalol talashaveradi. Yoki mana Najmiddin Ermatning, Najmiddin Turonning she'riyati yoki Jon Temirning she'riyati va Jon Temir qarangki, bunday qarasang juda bir yoqimsiz gaplarni gapirayotganday, odamga mudom iddao qilib odamga yoqmaydigan gaplarni aytayotgandek bo'ladi. Lekin u atrofidan norozi bo'lish bilan birga o'zidan ham norozi bo'ladi va o'zini ham hali yetarli darajada qilishim mumkin va qilishim kerak bo'lgan ishlarni qila olmayapman deb yozg'iradigan va kuchli bir she'riyatga ega bo'lgan ijodkor. Buni endi men hozir qaysi birini aytay, bu yoqda Madina Norchayeva degani, bu yoqda mana bu birovga yoqsa yoqmasa tillanisa degan ijodkorlar. Bugun bu favqulodda adabiyotimiz bor. Faqat biz kam o'qiydigan bir yalqov millatga aylandik va bu yalqovlik bizni tanazzul sari, halokat sari olib boradi. Biz qanchalik ko'pirib maqtanmaylik, badiiy adabiyotdan uzoqlashdikmi, biz demak hayotdan uzoqlashayotgan va orqada qolayotgan bo'lamiz. Shuning uchun bizning adabiyotimizning endi kelajagiga qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin har holda adabiyot erkindir. Adabiyot go'zal asarlar bilan, deylik, mana Usmon Azimning Tong otgan tomonlarda degan bir dramasi bor. Endi bu bilmayman, bu asosan spektakl qilingan bo'lsa kerakdir. Men ko'rmadim afsuski, lekin u dramatik asar sifatida shu qadar qudratliki, endi u agar 30-yillar bo'lganda butun millat teatrini yopirilib ko'rib, eshiklarni sindirib ketadigan asar. Yoki Temir xotinga o'xshagan asarlar, bu
chakana asarlari emas. Qora Kamar, Shukur Xolmirzayevning asarlari. Holbuki mana bugun ular unutilishga mahkum. O'qimasa, qo'ymasa unutilaveradi. Biz endi hali kichkina bir narsalarga mahliyo bo'lib yuribmiz. Adabiyot juda qudratli adabiyotimiz bor. Va o'ylayman endi uni adabiyot ana o'zbek g'alati millatimizda biz yomon ko'rgan odamimizning yomon ko'rishimizni bildirmaymiz. Yaxshi ko'rgan odamimizni ham ko'pincha yaxshi ko'rishimizni ayta olmaymiz. Natijada ana shu aytilmay ichimizda qolib ketgan narsalar adabiyot bo'lib, go'zal bir ijod namunalari bo'lib chiqsa kerak. Shuning uchun o'zbekda shoir ko'p bo'ladi. Shuning uchun bizda adabiyot rivojlangan bo'ladi. Shuning uchun adabiyotning kelajagidan xavotir olmasligimiz kerak. O'qirmanlarning kelajagidan xavotir olishimiz kerak xolos. O'sha falokat, o'sha xosiyatsizlik hozir bizda rosa avjida. Shuning uchun hukumat qarang qo'lidan kelguncha eng yaxshi kitobxon, eng yaxshi o'qirman degan bir balolar qilib, kimlargadir mukofotlar berib, dunyoning hech qayerida yo'q kitob o'qigani uchun mukofot. Agar mening davrimda bo'lganda shu mukofotlarni men olsam kerak edi. Ijodkor aytadigan gapi bor odam tushunilish istagi tufayli ijod qiladi. U deylik o'sha kitob chiqarishda orqasidan uy solayin, kitob chiqarishda orqasidan o'g'limga to'y qilayin deb emas. Aytmasa ichida buyuk bir dard bo'lib ketadigan bo'lganligi uchun yozadi. Kafkani bilasiz. Tirikligida bitta amerikalik degan kitobi bilan bitta hikoyasi chiqqan va o'lganda hamma yozganlarimni yoqib yubor deb vasiyat qilgan. Yaxshi ham endi o'sha o'rtog'i yoqib yubormadi va biz o'qib yuribmiz. Ya'ni Ulug'bek Hamdamning Yolg'izlik degan bir qissasi bor. Shu qissada muallif yozuvchi endi qahramoni, qahramon muallif aytadiki, muhtaram o'quvchi, qani endi sen bilsayding bu kitoblarni men sen uchun yozmayotganligim. Yozmaslik qo'limdan kelmaganligi uchun yozyapman. Albatta Ulug'bek Hamdam bo'lib aytmaydi bu gap. Qahramonning tilidan aytadi. Qani endi yozmaslik qo'limdan kelsa, maza qilib yozmay yurardim deydi. Baxtsiz bo'lganligim uchun. Yozmasam ichim yonib ketayotganligi uchun shularni yozyapman. Aslida chinakam ijod shunaqa bo'ladi. Biz endi mayli boshqa bir o'ylar bilan yozilayotgan narsalar usiz ham unutiladi. Lekin men o'ylaymanki, o'quvchilaringizning doirasi torayib ketsa ham, yozmasa ichdan to'lib ketadigan odam yozaveradi baribir. Deylik, Najmiddinning Ko'k bo'risi yoki Najmiddinning ana Qo'rboshlar qo'shig'i degani yoki ana u Jon Temirning Jazbalari, Darvesh qo'shiqlari degan asarlari yoki boyagi qizimizni oti kim edi? Tillansa o'shanday bir yalang'och, xunuk narsalarni u birov o'qiydi, olqish olaman deb yozmasa kerak deyman. Shunday yozgisi kelyapti-da, shu boyagi Tillanisani ham. Biz endi o'zbeklar hamma narsani pardalashga o'rgangan xalqmiz, shuning uchun uni qabul qilgimiz kelmaydi. Umid qilamanki, adabiyot yo'qolmaydi. Faqat yana umid qilamanki, qachondir biz mana bu mayda faqat qorin va kiyimdan iborat ehtiyojlardan qutuladigan millatga aylanamiz. Jonga tegdi. Mana uylar qurdik. Mana mashinalari oldik, ko'chaga mashina sig'may ketdi. Mana to'ylar qilayotirmiz. Xudoga shukr. Demak endi men kitobga ham qaytishim kerak deydigan kunlar ko'p uzoq bo'lmasa kerak.
Tamam.